Data type ma'lumot turlari haqida o'rganamiz. Birinchi ma'lumot turimiz string. String turidagi ma'lumot turi. Buni ikkita ustunchali bo'lsak, kommentga olib qo'yamiz. Bu matn yoki harflar to'plami. Misol uchun let ism 2 nuqta string teng salom. Mana shunaqa ikkita qo'sh tirnoq ichidagi gap, so'z, ma'lumotlar bu string turidagi ma'lumotlar hisoblanadi. Misol uchun buni print qilib ko'ramiz. Print ism. Mana salom deb chiqyapti. Bu string turidagi ma'lumotimizni print qildik, ism salom deb chiqdi endi konsolga. Endi bunisi let keyingisi int turidagi ma'lumotlar. Bu butun sonlar. Misol uchun mana let yosh int katta harfda int 25 raqamlar, yana let yil int 2025. Buni print qilib turib yosh plus 1 qilsak 25imiz 26 bo'lib qoldi. Print yil minus 2000-yilda ayirsak 25 qoldi. Hozir buni boshqatdan chiroyli qilib tushuntiraman. Let yosh 2 nuqta. Endi int turidagi ma'lumotlarimiz butun sonlar bo'lgani uchun 25 qilyapmiz. Endi buni print qilib ko'raman. Yoshni print qilib ko'rdim. 25 chiqyapti. Bu salom degani tepadeginiki. Bu chiqmay tursa g'alati qilyapti hozir. Mana yosh int butun son 25 chiqyapti. Endi mana shu yoshga plus 1 qo'yib turib print qilsam 26 chiqaryapti. Endi yosh 25 ga 1 deb qo'shib turib chiqarsam 26 chiqaryapti. Yoki bo'lsam yana let yil 2 birinchi int qo'yamiz. Butun son int turidagi ma'lumot turi 2025 dedik. Endi buni ham print qilib ko'ramiz. Print qavs ochamiz. Yil ayrilgan 2000-yilda qilsamda, hozir birinchi yilda o'zini qilaylik. Yilda o'zini 2025 chiqaryapti. Yilda print qildim. Int turidagi ma'lumot yildagi shunga 2025 chiqaryapti. Endi bunga minus 2000-yilda yozadigan bo'lsam 25 raqamini chiqaryapti. Mana 2025 dan 2000-yilda ayiryapti. Yil 2025, endi o'shandan 2000-yilda ayiryapti. O'shanda 25 raqami chiqyapti. Bu butun sonlar edi. Int turidagi ma'lumot turi edi. Endi keyingisi uchinchisi double turidagi ma'lumot turi bular. O'nlik sonlar. O'nlik sonlar bular. Aniq. Misol uchun qoldiqli uzun sonlar bo'ladi. Shunaqangi murakkab raqamlar double'lar bo'ladi. Misol uchun let baho. Endi buni double deb belgilaymiz, chunki bu double turdagi ma'lumot turini kirityapmiz. Shuning uchun double deb kiritamiz. Teng 4.5 deb belgilasak. Endi print bahoni print qilsak
4.5 ta chiqaryapti. Endi bunga ko'paytiruv 2 deb qo'yadigan bo'lsak-chi. 4.5 da ikkitasi 9. 9.0 chiqaryapti. Aniq tiniq qoldiqlargacha chiqaradi double. Endi keyingi turdagi ma'lumot turimiz float turdagi ma'lumot turimiz. Bu ham o'nlik sonlar. Faqat bu kamroq aniqlik. Kamroq aniqlik beradigan o'nlik sonlar. Misol uchun hisob-kitob qilganimizda qoldiqlarini hisoblamay ketamiz, shunga o'xshash. Bu ham qoldiqlarni uncha hisoblamaydi, jar murakkabga o'tib ketmaydi. Misol uchun let radius float deb belgilaymiz. 3.13 desak, misol uchun murakkabroq raqamda aytib, endi buni print qilib ko'ramiz. Radius buni ham ko'paytiruv 2 qilib ko'rsak, 13 6.26 qildi. Bu unchalik double bilan float ikkalasi ham o'xshash, lekin double aniq raqamlargacha chiqaradi. Mayda-chuyda qoldiqlargacha chiqaradi. To'liq tiniq aniq qilib, float bo'lsa unchalik aniq chiqarmaydi. Qoldiqlarini sal xato chiqaradi. Uncha e'tibor bermaydi. Ortiqcha mayda-chuyda qoldiqlariga e'tibor bermaydi. Faqat asosiy joyga e'tibor beradi. Shunisi sal noaniqroq dedik shuni. 5-si bowling. Mantiqiy qiymat. Ha yoki yo'q. Misol uchun let bor desak, 2 nuqta bowling deb beramiz. True. Yana let yo'q desak, yana bowling deb beramiz. False. False yo'q degani, noto'g'ri degani. Buni print qilib ko'ramiz. Borni print qilsak, true chiqaryapti. Bordagini true edi. Endi yana print qilamiz. Yo'qni print qilamiz. Endi false ni chiqaryapti. Har biriga yana chuqurroq kiramiz. Hozir bularda ma'lumot turlarini shunchaki bilib o'tib ketish uchun. Keyingisi oltinchi turdagi ma'lumot turimiz karakter. Turdagi ma'lumot turi bu bitta harf yoki bitta belgi. Misol uchun let harf karakter bitta harf yoki bitta belgi bo'lgani uchun buni bittagina harf qilib belgilaymiz. Misol uchun optionni bosib turib harfni bitta belgilasak, mana o'zi karakter turidagi ma'lumot turligini aytib turibdi. Yana let, misol uchun belgi deylik. Yana karakter teng. Yana shuni ikki qo'shtirnoq ochib turib, ikkitalik. Misol uchun bitta smiley yozib qo'yishimiz ham mumkin. Misol uchun mana shu yurak deb bosadigan bo'lsak, mana shu ham bitta karakter, bitta belgi hisoblanib, karakter turidagi ma'lumot deb qabul qilyapti.
Endi buni ham bitta print qilib ko'ramiz. Konsolga chiqarib harfni konsolga chiqarsak, mana A harfini konsolga chiqaryapti. Endi yana bitta print qilamiz. Belgini, yurakchani. Mana buni ham konsolga chiqarib beryapti. Bu karakter turidagi ma'lumot turimiz edi. Endi keyingi turimizdagi ma'lumot turi array hisoblanadi. Bu ro'yxat. Ya'ni bir turdagi qiymatlar ketma-ketligi. Misol uchun, bunga men let o'zgarma sochib sonlar deymiz. Endi sonlar, butun sonlarga int derdik. Bunga bitta qirrali qovus ochib turib, katta harf bilan int deb yozamiz. Yana teng, yana qirrali qovus ochib turib, raqamlarni yozsak bo'laveradi. 1, 2, 3, qolsa 4, 5 misol uchun. Yoki bo'lmasam let ismlar deb turib 2 nuqta qirrali qavs string turdagi ma'lumot turi. Yana bunga qirrali qavs ochib turib, stringlar ikkitali qo'sh tirnoq bilan yozish kerak edi. Misol uchun shuni ochib turib, istagan ismni yozib ketish mumkin. Asad, misol uchun Bobur, yana ikkitali qo'sh tirnoq Doston, Aziz. Endi bunda buni ham print qiladigan bo'lsak, qavs ochamiz. Sonlarni print qiladigan bo'lsak, mana sonlar 1 2 3 4 5 bor-ku. 1 2 3 4 5 4 o'shani chiqarib beryapti. Endi bunga ham bitta ish qilsak, misol uchun qirrali qovus ochib turib 0 qilib qo'yadigan bo'lsak-da, 0. Faqat bir o'zini chiqaryapti. Hozir buni tushuntiradigan bo'lsam, bu array turdagi ma'lumot turlari mana shu ketma-ket int turdagi ma'lumotlarning ketma-ketligini indeks shaklida hisoblaydi. Misol uchun hozir biz buni 1 2 3 4 5 5 ta ma'lumot turi hisoblayapmiz. 1 2 3 4 5 boshlayapmiz. Bu kompyuter bo'lsa 0 1 2 3 4 qilib hisoblaydi. 1 dan boshlamaydi, 0 dan boshlaydi. Shuning uchun hozir men birda indeksiga 0 deb yozganim uchun hozir bu birinchini yozyapti. Hozir bunga birinchini yozadigan bo'lsam, print qiladigan bo'lsam, 2 ni chiqaryapti. Agar 3 ni yozadigan bo'lsam, 4 ni chiqaryapti. Buni kompyuter hisobi bo'yicha 1 0 turibdi, 2 1 turibdi, 3 2 bo'lib turibdi, 4 bo'lsa 3 bo'lib turibdi. Indeks bo'yicha hisoblaydi. 0 1 2 3 4 5 qilib hisoblaydi. Hozir buni hisobi bo'yicha 4 gacha xolos. 0 1 2 3 4. 0 gacha qolib tursin. Endi misol uchun ismlardagini ham shunaqa qiladigan bo'lsak, print qavs ochamiz. Ismlar deb turgani 0 qildim. 0-chidagi Asad mana. Bu yerda Asad, Bobur, Doston, Aziza 4 ta. 1 2 3 4 ta element bor bu yerda, lekin hozir men 0-element belgilayapman, chunki bu 0 1 2 3 qilib hisoblaydi-yu, shuning uchun. 0-element bu Asad. Agar birinchi element Asad deb turib, birinchini yozib belgilaydigan bo'lsam, xato ketadi. Boburni hisoblaydi, chunki birinchi element Bobur bo'lib ketyapti, chunki bu yerda Asad 0-chi, Bobur 2-chi, Doston 3-chi, Aziz 3-chi. 0 1 2 3. Shunaqa hisoblanadi. Endi keyingi turdagi ma'lumot turimiz 8-chimiz dictionary. Bu lug'at, kalit, qiymat ko'rinishida ko'rinishdagi ma'lumot. Misol uchun
Let ochamiz. Talaba string turidagi ma'lumot. Qirrali qavs string. Yana bitta string ochamiz. Keyin yana qirrali qavs. Ismi Asad. Yoshi 2005'te. Kurs kursi Swift. Bu birinchisi ismi k, yonidagisi bo'lsa valuesi, qiymati. Endi buni print qilsam, talaba ism ismini so'rasam Asad deb chiqaryapti. Ya'niki yana print qilib turib talabani yoshini so'rasam 25 chiqaryapti. Yana print qilib turib kursini so'rasam Swift kursini chiqaryapti. Kalit va value shaklidagi ma'lumotlar, bu dictionary shaklidagi ma'lumotlar bo'ladi. Endi bu keyingi darslarda har biriga misollar bilan chiroyli qilib tushuntirib beraman.